Undan oldin o'zimiz kimligimizni bilaylik. Mo'min degani nima degani? Mo'min so'zi omin, omonlik so'zidan olingan. Allohga iymon keltirib, Allohni demak turli jazolaridan omonda qoladi. Mo'min degani inson, ya'niki omonlik insoni. Boshqalarga omonlik bergan inson. Undan boshqalarga yomonlik yetmaydi degani. Arablarda yuvosh tuyani amun deyiladi. Birovni tepmaydi, boshqa qilmaydi, juda ham birovga zarar yetkazmaydigan, nihoyatda demak yaxshi bir hayvon ma'nosida. Mo'min inson ana o'sha. Rasululloh akram alayhisolatu vassalam o'zlarining hadislaridan birida mo'minni ta'riflab, mo'min odamlar undan nafsini va molini amonda bo'lishiga ishongan shaxsdir deganlar. Mo'min shaxs kim desa, odamlar hammasi bu mo'min. Meni jonimga ham zarar yetkazmaydi, molimga ham zarar yetkazmaydi, chunki bu mo'min deydi. Ana mo'minlik sharafi shu. Na jamodat, jonsiz narsalar olamiga, na hayvonot, na insoniyat olamiga zarar yetkazmaydigan, omonda bo'ladigan inson mo'min inson.